bugungi sotuvimizda ideal sostoyaniyada 2020-yil avtomat Nexia 3imizga kelgan. Holatini ko'rishingiz mumkin. Tiniq holatga turibdi. 3 ta detalli kraskasi bor ekan. U ham yengil bo'lganligi uchun sepilgan. 4 ta radnoy kabel diskalari balonlarga turibdi. Mana shunchamiz mana. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Ideal holatga turibdi. 148 ming yurgan mana. Sostoyanalari вообще tiniq turibdi. 4-pakanli metan 148 ming probeg. Mana arqa salon ko'rinishlari ham mana. Yaxshi holatga turibdi, tiniq turibdi. O'zini chista halol probegi. Mana 4-pakanli metan gazlari ham bor. 20 million puli bor odamga, 21 million puli bor odamga 2 million 850 dan 4 yilga chiqadi moshinchamiz. GK2 Svetda $7200 narxi 86 million so'm bo'ladi. Spark avtomat puliga 2020-yil Nexia 3 avtomat. Turishi ham mana qorada turibdi o'zim. Aloqaga chiqaverasizlar. Mashinaga Nexia 3 qidirib yurganlar tashab qo'yinglar, like bosish esdan chiqmasin. Mana shunaqa arzonlari bo'ladi mana shu kanalimizda mana. Shunchamiz tiniq sostoyana. 3 ta detalchasi, kraskasi bor, petnoksi ham bo'ladi. 4-pakanli metan 86 million. 4-pakanli metan hamma narsasi tayyor. Nexia 3 avtomat 2020-yil. Bosib tashlaylar.